qanaqadir jinnilik emas yoki qanaqadir ruhiy kasallik ham emas. Tananing ma'lum bir qismida hushni yo'qotmagan holatda ixtiyorsiz qimirlashi, qo'lni ixtiyorsiz bukilib yozilishi, xuddiki hech narsa bo'lmagandek turib ketadi. Lekin bemorning hamma joyida kuchli og'riqlar, kuchli bosh og'rig'i. Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan eng ko'p noto'g'ri tushunilgan, qo'rquv va stereotiplarga boy bo'lgan kasallik epilepsiya kasalligi to'g'risida gaplashamiz. Xo'sh, epilepsiya kasalligi yuqumli kasallikmi? Uni davolasa bo'ladimi? Butun umrga davom etadimi? Mana shu kabi savollarga bugun videoni oxirigacha ko'rsangiz javob olamiz. Epilepsiya kasalligi butun dunyo bo'yicha eng keng tarqalgan nevrologik kasalliklardan biri hisoblanadi. Hozirgi kundagi ma'lumotlarga ko'ra butun dunyoda 50 milliondan oshiq insonlar epilepsiya kasalligi bilan xastalangan. Xo'sh, epilepsiya kasalligi nima? Epilepsiya kasalligi bu bosh miyadagi ma'lum bir guruh neyronlarning keskin elektr faolligi natijasida kelib chiqadigan kasallik bo'lib, vaqti bilan takrorlanadigan xurujlar bilan namoyon bo'ladi. Xurujlardan tashqari holatda bemorda hech qanday kasallik belgilari bo'lmaydi. Epilepsiya kasalligini tashxisini qo'yishimiz uchun bizga kamida 2 marta bir-biriga o'xshash kuzatilgan xurujlar bo'lgan bo'lishi kerak. Bir marta kuzatilgan tutqanoq xurujlarida epilepsiya tashxisi to'liq qo'yilmaydi va bunga epilepsiyaga qarshi dori-darmonlar buyurilmaydi. Faqatgina 2 va undan ortiq kuzatilayotgan bir-biriga o'xshash bo'lgan xurujlar kuzatilsagina bemorlarga epilepsiyaga qarshi dori-darmonlarni buyurish mumkin bo'ladi. Ko'rib turganimizdek, epilepsiya kasalligi yuqumli kasallik emas, ya'ni insondan insonga yuqadigan kasallik emas va shu bilan birga har qanday insonda va har qanday yoshda epilepsiya kasalligi insonlarda turli xil sabablarga ko'ra paydo bo'lishi mumkin bo'ladi. Epilepsiya kasalligini yana noto'g'ri tushunmasligimiz kerak. Bu qanaqadir jinnilik emas yoki qanaqadir ruhiy kasallik ham emas. Lekin epilepsiya kasalligi tinimsiz davom etsa, xurujlar soni ketma-ket to'xtamasdan davom etadigan bo'lsa, bemorlarda borib turli xil darajada ifodalangan ruhiy buzilishlar ham kelib chiqishi mumkin. Lekin bu kasallikni dori-darmonlar bilan boshqarilsa, bu kasallikni yaxshi nazoratga olsa bo'ladi va bemorlarni yashash sifatini bir munchaga yaxshilasa bo'ladi. Xo'p, epilepsiya kasalligi nima uchun kelib chiqadi? Epilepsiya kasalligining sabablari bir necha turlarga bo'lishimiz mumkin bo'ladi. Masalan, bolalarda kelib chiqadigan epilepsiyaning asosiy sabablari bu bosh miyaning rivojlanish nuqsonlari eng ko'p uchraydigan va tug'ruq va tug'ruqdan keyingi gipoksiyalar, ya'ni perinatal va postnatal gipoksiyalar va shu bilan birga turli xil genetik kasalliklar. Mana shu 3 ta turkum kasalliklar bolalarda uchraydigan epilepsiyaning eng asosiy qismini tashkil etadi va o'zi epilepsiya kasalligining asosiy qismi 70% holatlarda bu bolalarda, ya'ni yoshlik davridan namoyon bo'ladigan kasallik hisoblanadi. Kattalarda esa namoyon bo'ladigan epilepsiyaning asosiy sabablari bu bosh miyada qon aylanishining o'tkir buzilishi, ya'ni insultlar, ishemik insult va gemoragik insultlar. Bosh miyaning jarohatlari, ya'ni travmadan keyingi paydo bo'lgan insultlar. Bosh miyaning onkologik kasalliklar, ya'ni bosh miyadagi hajmli jarayonlar bilan bog'liq bo'lgan epilepsiyalar va oxirgisi bosh miyani infeksion kasalliklar bilan bog'liq bo'lgan kasalliklar, ya'ni meningit yoki meningoensefalit bilan bog'liq bo'lgan epilepsiyalar hisoblanadi. Biz hozir yuqorida sanab o'tgan o'sha travma bilan bog'liq, infeksiya yoki onkologik kasalliklar bilan bog'liq epilepsiyalarni boshqacha qilib simptomatik epilepsiya ham deb ataymiz. Ya'ni epilepsiyaning aniq bir sababi topiladi, ya'ni o'sma yoki shamollash, yallig'lanish yoki bosh miyada qon gematoma bilan bog'liq bo'lsa, bunda simptomatik epilepsiya deb nomlanadi. Lekin afsuski 30-40% holatlarda epilepsiyaning sababi mutlaqo aniqlanmaydi. Bunday holatda biza idiopatik epilepsiya deb tashxis qo'yamiz. Xo'p, epilepsiyani bir necha turlari bo'ladi, ya'ni klinik ko'rinishiga, kasallikni tanada qanday tarqalishi, xuruj paytida hushni yo'qolmasligiga qarab, uni o'zini klassifikatsiyasi bor. Birinchisi bu fokal epilepsiyalar, ya'ni fokal deganda tananing ma'lum bir sohasida
namoyon bo'ladigan epilepsiya. Fokal epilepsiya yoki partial epilepsiya deganda tananing ma'lum bir qismida hushni yo'qotmagan holatda ixtiyorsiz qimirlashi, qo'lni ixtiyorsiz bukilib yozilishi yoki ko'zni tez-tez yumib ochish, ko'zni yuqoriga qarab tikilib qolish kabi belgilar bilan yoki bemorni o'ziga turli xil hidlar, og'ziga turli ta'mlarning kelishi, hattoki qorinda sababsiz ma'lum bir vaqt davom etadigan qorin sohasida og'riqlar bilan namoyon bo'ladigan epilepsiyani klinik holatlarda uchratishimiz mumkin bo'ladi. Bularni partial epilepsiyalarga kiritsak bo'ladi. Ikkinchisi bo'ladigan bo'lsa, bu generallashgan yoki tarqalgan, ya'ni bosh miyaning hamma sohasiga agar razryadlar tarqalsa, bunda generallashgan epilepsiya deb nomlanadi. Generallashgan epilepsiyaning eng keng tarqalgan klassik turi bu tonik-klonik epilepsiya hisoblanadi. Tonik-klonik epilepsiyaning kechishi ma'lum bir qat'iy qonuniyat, ya'ni ketma-ketlik bo'yicha yuzaga keladi. Masalan, tonik-klonik xurujlarning ketma-ketligini aytadigan bo'lsak, birinchisi aura bilan namoyon bo'ladi, ya'ni xuruj bo'lishidan 60 sekund yoki 30 sekund oldin bemor xuruj bo'lishini o'zi sezadi. Ya'ni burniga turli xil hid sezilishi mumkin, ko'ziga narsalar turli xil katta yoki kichik bo'lib yoki uzoq, yaqin bo'lib ko'rinishi yoki yengil shamol esganday hissiyot bo'lishi mumkin. Buni epileptologiyada aura deb nomlanadi va qisqa davom etgan auradan keyin bemor to'satdan yiqiladi va tonik faza boshlanadi. Tonik faza deganda qo'l oyoqlarning ma'lum bir davr mobaynida bukilmasdan tortilib qolishi, ya'ni qo'l oyoqlar butun tana mushaklari bir maromda qisqargan holatda, juda ham qattiq qisqargan holatda turadi. Ko'krak qafas mushaklari ham qisqarganligi uchun o'sha tonik fazani boshlanishida bemor biroz baqirib yoki chinqirib ham yuborishi mumkin bo'ladi. Bu fazaning davomiyligi uncha uzoq davom etmaydi. Ya'ni 20 sekunddan 1 minutgacha uzog'i bilan davom etadi. Bu holatda bemor nafas olmay qo'yadi, ya'ni nafas mushaklari ham tonik holatda qisqarganligi uchun ko'z qorachiqlari kengayib ketadi. Bemorni burnida, quloqida akrosiyanoz, ya'ni ko'karish belgilari namoyon bo'lishi mumkin. Keyingi bosqich, ya'ni 21 minutdan keyin tonik faza tugagandan keyin ikkinchi bosqich klonik bosqich boshlanadi, ya'ni mushaklarning klonik qisqarishi, qo'l oyoqlarning ixtiyorsiz bukilib yozilishi, bukilib yozilib turgan holatda davom etadi. Bu faza uzog'i bilan 2-3 minut davomida davom etadi. Bu holatda bemorni og'zidan ko'pik kelishi mumkin, ixtiyorsiz peshob ajralishi va ixtiyorsiz axlat ajralish holatlari kuzatilishi mumkin bo'ladi. Klonik faza ham tugagandan keyin bemorda chuqur uyqu fazasi boshlanadi. Ya'ni bemor epilepsiya xurujining oxirida uxlab qoladi va uyg'ongandan keyin hech narsani eslay olmaydi, xuddiki hech narsa bo'lmagandek turib ketadi. Lekin bemorning hamma joyida kuchli og'riqlar, kuchli bosh og'rig'i, agar tilini tishlagan bo'lsa, tilidagi tish izlaridan bemor nima bo'lganini atrofdagilardan so'rashi mumkin. Lekin o'zi bo'lgan voqeani mutlaqo eslay olmaydi. Buni biza tonik-klonik generallashgan epilepsiya xuruji deb ataymiz. Yana bitta qiziq generallashgan tutqanoq xurujlari mavjudki, bularni absanslar deyiladi yoki kichik xurujlar. Absanslar deganda juda qisqa muddat davom etuvchi, ya'ni 5-10 sekundgacha davom etadigan tutqanoq xurujlari hisoblanadi. Eng keng tarqalgan klassik absanslardan biri bemor bitta nuqtaga tikilib qolishi. Ya'ni qo'liga ushlab turgan narsasi to'satdan tushib ketadi va bitta nuqtaga tikilib qoladi. Atrofdagilari agar chaqiradigan bo'lsa ham qaramaydi, lekin 5-10 sekunddan keyin bemor xuddi hech narsa bo'lmaganda ishini davom ettirib ketavershi mumkin bo'ladi. Agar shu holat kuniga bir necha marta takrorlanadigan bo'lsa, bu absans deb baholanadi. Bu holatda ham eng qiziqarli tomoni absansda ham bemor shu holat kuzatilganligini umuman eslay olmaydi. Ya'ni o'sha 5-10 sekund holati bosh miyani xotirasidagi o'sha lentadan to'liq tushib qoladi. Ya'ni to'liq eslay olmaydi. Xo'sh, epilepsiya kasalligiga qanday tashxis qo'yiladi? Epilepsiya kasalligini tashxislash uchun eng
oltin standart yoki rutinniy standart bu elektroensefalografiya yoki EEG tekshiruvi hisoblanadi. EEGni turli xil ko'rinishlari bo'lishi mumkin, ya'ni 15-20 minut davomida o'tkaziladigan rutin EEG bo'lishi mumkin yoki 2 soatgacha yoki o'sha tunda bemor uxlaganda 8-10 soat davomida olinadigan video monitoring bilan bajariladigan video EEGlarni misol qilib keltirishimiz mumkin. Epilepsiya kasalligi bilan kasallangan bemorlarda EEGsida turli xil patologik o'zgarishlar aniqlanadi. Ya'ni turli xil spike to'lqinlar, polispikelar, asimetriya yoki sekinlashgan to'lqinlarni aniqlanishi bemorda epilepsiya kasalligini borligini anglatadi. Bundan tashqari epilepsiya kasalligiga to'liqroq tashxis qo'yish uchun albatta bosh miyaning magnit rezonans tomografiyasi yoki MRT tekshiruvi kerak bo'ladi. Chunki bosh miyadagi organik o'zgarishlar, o'sma, yallig'lanish, qon quyilishi yoki boshqa hajmli hosillarni aniqlash uchun MRT juda ham muhim tekshiruv hisoblanadi. Lekin shuni aytib o'tishimiz joizki, har doim ham tutqanoq kasalligini tashxislashda EEG birlamchi bo'lavermaydi. Ba'zi holatlar bo'ladi, to'liq epilepsiya kasalligining belgilari bor, lekin EEGda hech qanday patologik o'zgarishlar aniqlanmasligi mumkin. Lekin klinik jihatdan bemorda epilepsiya namoyon bo'layotgan bo'lsa, biz bu holatda ham epilepsiya tashxisini qo'yishimiz mumkin. Ya'ni absolyut EEG bizga to'liq yordam bermaydi. Ba'zi holatlarda bo'lishi mumkin, EEGda o'zgarishlar bor, ya'ni tutqanoqqa xos bo'lgan o'zgarishlar aniqlanadi, lekin bemorda hech qachon umrida biror marta bo'lsa ham epilepsiya xuruji kuzatilmagan bo'ladi. Bu holatda biz hech qachon epilepsiya tashxisini qo'ymaymiz, chunki faqatgina EEGni o'ziga qarab epilepsiya tashxisi qo'yilmaydi. Bemorda kamida yuqorida aytganimizdek 2 va undan ortiq o'xshash bo'lgan xurujlar kuzatilgan bo'lishi kerak. Ya'ni epilepsiya tashxisini qo'yish uchun baribir shifokorning birlamchi ko'rigi, nevrologik tekshiruv bu asosiy ahamiyatga ega hisoblanadi. Epilepsiya xurujida qanday yordam beriladi? Epilepsiya xuruji boshlanganda bemorni ochiq joyga yotqizish kerak bo'ladi va boshini o'tkir narsalardan, qirrali joylardan uzoqroqqa olish kerak bo'ladi. Shu bilan birgalikda bemorni o'ng yoki chap yonboshga yotqizib qo'yish kerak bo'ladi. Ko'pchilikda shakllangan noto'g'ri tasavvurlarga ko'ra epilepsiya xuruji paytida tili tortib ketmasligi uchun qo'lini tiqish kerak yoki bo'lmasam qoshiq bilan ushlab turish kerak degan fikrlar mavjudda. Bu fikr noto'g'ri hisoblanadi, chunki hech qanday masalan tilini ushlab turmasa ham bemor nafasi bo'g'ilib qolmaydi yoki tilini tortib ketmaydi, chunki yuqorida aytganimizdek tonik faza 20-30 sekund davom etadi xolos. Shuning uchun bemorni tilini bosaman deb, qo'lini tiqaman deb qo'lini yoki bemorni tishini zararlab qo'yish mumkin bo'ladi. Keyingi bosqich bemor yonboshlatib qo'yilgandan keyin kiyimlari qalin bo'ladigan bo'lsa, ko'krak sohasini ochib nafas olishiga imkoniyat yaratiladi. Xona agar berkilgan bo'lsa, deraza eshiklar ochiladi va bemorni qo'l oyoqlari qattiq bosilmaydi. Ya'ni tirishib turgan mushaklarini qattiq bosib bemorni zararlab qo'yish mumkin bo'ladi. Faqatgina boshini yerga qattiq urmasligi uchun o'sha bemorni boshini avaylab turish kerak bo'ladi. Agarda xuruj davomiyligi 5 minut yoki undan ortiq davom etadigan bo'lsa, albatta tez yordam shifokorini chaqirish kerak bo'ladi. Odatdagidek davom etadigan, 3-4 minut davom etadigan va bemor uyquga ketadigan holatda bemorga hech qanday tibbiy yordam kerak bo'lmaydi. Bu paytda bemorga masalan hech qanday suv ichirish yoki dorisini xuruj paytida berish mutlaqo mumkin emas. Chunki bemor bu paytda yutishini nazorat qila olmaganligi uchun dori moddasi yoki suyuqlik o'pkasiga o'tib ketib, o'sha aspiratsiya, ya'ni o'pka nafas yo'llariga yot modda tiqilib qolishi va bemor hayotiga xavf solishi mumkin bo'ladi. Epilepsiya kasalligi bilan davolanayotgan bemorlar dorilarini qachon ichishni to'xtatishi mumkin? Shuni
alohida takrorlab o'tishimiz kerak, epilepsiyaga qarshi dorilar hech qachon mustaqil ravishda to'xtatib qo'yib bo'lmaydi va birdaniga to'xtatish mumkin emas. Chunki bu dorilarni to'satdan to'xtatib qo'yiladigan bo'lsa, epilepsiya xurujlari to'satdan kelib chiqadi va juda ham kuchayib ketish ehtimolligi bo'ladi. Shuning uchun ham epilepsiya bilan og'rigan bemorlar dorilarni uzluksiz, doimiy ravishda vaqtida iste'mol qilishlari kerak bo'ladi. Agarda bemorda 3 yil davomida umuman epilepsiya xurujlari kuzatilmasa va iyagida bemordagi o'sha epileptogen o'choqning faolligi pasayganligi aniqlanadigan bo'lsagina dori-darmonlar asta-sekinlik bilan bosqichma-bosqich to'xtatiladi. Ya'ni dozasini kamaytirgan holatda to'xtatiladi. Agarda bemorda epilepsiya xurujlari kuzatilmayotgan bo'lsa ham, iyagida o'sha epileptogen o'choq, ya'ni aktivlik saqlanayotgan bo'lsa, dori-darmonlar bekor qilinmaydi va har 3-4 oyda bemorda elektroensefalografiya tekshiruvi o'tkazilib boriladi. Va agarda qachonki o'sha iyagidagi o'zgarishlar normal holatga o'tsa, ya'ni epi faollik pasayib, to'liq patologik to'lqinlar yo'qoladigan bo'lsagina keyin dori-darmonlarni bekor qilish mumkin bo'ladi. Ba'zi holatlarda bemorlarga bir umr tutqanoqqa qarshi dorilarni ichishga to'g'ri kelishi mumkin. Xo'sh, epilepsiya kasalligining davosi bormi? Uning davolanish muddati qancha davom etadi? Hozirgi kunda tibbiyotning rivojlanishi, farmakologiyaning rivojlanishi natijasida bir necha avlod epilepsiyaga qarshi dori-darmonlar ishlab chiqilgan. Buni biza antikonvulsantlar deb nomlaymiz, epilepsiyaga qarshi dori-darmonlarni va ularni juda ham turli xil sinflari, guruhlari mavjud. Va bu sinflarni bittasini yoki bir nechtasini ishlatgan holatda 70% holatlargacha 70% epilepsiyalarni biza nazorat qilishimiz mumkin. Ya'ni har 10 ta epilepsiyaga uchragan bemorning 7 tasini dori-darmonlar bilan epilepsiya xurujlarini yaxshi nazorat qilish mumkin, yashash sifatini yaxshilashimiz mumkin. Faqatgina 20-30% holatlardagina bular farmakorezistent holatlar deyiladi. Epilepsiya xurujlarini nazorat qilish qiyin bo'ladi. Bunday holatlarda bizga neyroxirurgik davo muolajalari, ya'ni epilepsiyani xirurgik davosi yoki epilepsiyani funksional o'sha vagus nervining stimulyatsiyasi orqali bemorlarni epilepsiya xurujlarini bir necha barobarga kamaytirishimiz mumkin bo'ladi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, epilepsiya kasalligi bu hukm emas, ya'ni epilepsiyaga uchradi degani bu bemor endi bir umrga qanaqadir nogiron bo'lib qoldi, jamiyatdan ajralib qoldi degani emas. Chunki epilepsiya kasalligi bilan bemalol inson to'laqonli yashashi mumkin, oila qurishi mumkin, ishlashi mumkin, sayohat qilishi mumkin. Faqatgina bitta sharti to'g'ri davolanish va davolanishning uzluksiz bo'lishi. Ya'ni dori-darmonlar vaqtida uzluksiz ravishda ichilsa, to'g'ri davo muolajalari yoki antikonvulsant dorilar to'g'ri tanlab berilsa, to'g'ri dozada berilsa, bemorlarni epilepsiya xurujlarini ba'zida to'laqonli to'xtatishga muvaffaq bo'lishimiz mumkin. Agar bergan ma'lumotlarimiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, bizning kanalimizga obuna bo'ling va like tugmasini bosib qo'ying.